Payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farishtalarni nurdan yaralgandir deganlar. Sahih Muslim rivoyati. Insonning o'ng va chap tomonlarida Qur'on kotibin deb ataladigan farishtalar bo'lib, yaxshi va yomon amallarni yozib boradilar. Qof surasi 17-18-oyatlar. Allohning amri bilan muhofaza qilib turuvchi farishtalar ham bor. Rad surasi 11-oyat. Ilm majlislari va Qur'on tilovat qilayotgan joylarda rahmat farishtalari tushadi. Ularni Allohning rahmati o'rab oladi. Sahih Muslim rivoyati. Farishtalarning soni juda ko'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, osmonda shunday joy yo'qki, u yerda Allohga sajda qilayotgan yoki ibodat qilayotgan farishta bo'lmasin. Baytul Ma'mur degan osmondagi muborak majlislarda har kuni 70 mingta farishta kiradi va bir marta kirgandan keyin yana navbatlari kelmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Jabroil alayhissalom Alloh taoloning eng ulug' va sharafli farishtalardan biri. Uning asosiy vazifasi Allohning vahiysini payg'ambarlarga yetkazishdir. Uni ishonchli ruh Jabroil olib tushdi, qalbingizga tushirdi, toki ogohlantiruvchilardan bo'lishingiz uchun. Shuaro surasi 193-94-oyatlar. Mikoil alayhissalom. U Allohning amri bilan yer yuzida rizq va tabiat ishlariga mas'ul qilingan. Isrofil alayhissalom. Uning asosiy vazifasi surga puflashdir. Birinchi puflashda qiyomat boshlanadi va tirik mavjudotlar halok bo'ladi. Ikkinchi puflashda esa barcha insonlar qayta tiriladi. Azroil, jon oluvchi farishta. Mo'minning joni yengillik va rahmat bilan olinadi, kofir va zolimlarning joni esa qiyinchilik bilan olinadi.